Assalomu alaykum, Baxtiyor akam, Bahodir akam va o'zim do'stlar. Grebnivadamiz. Bugun 14-noyabr bo'lsa, 11-noyabrga elektron ochlik to'gaganlar kiryapti. Qaranglar. Kuniga 9300 yevro elektron ochlik uchun Latviyaning hokimiyati pul tushyapti. Bu 10 ming dollardan oshiq degani har kuni elektron ochlik oldingizmi, 903 yevrodan to'lashingiz kerak. Elektron navbatingiz bo'yicha chiqasiz, lekin hozir mana 3 kun опоздание bilan bular mashinalar chiqaryapti. Bizniki 17-siga olingan. Endi bu degani hali 6 kundan keyin 20-noyabr kuni Rossiyaga o'taman. Rossiyaga o'tishga 1 sutka vaqt yetsa, 21-noyabr kuni plus minus Rossiyaga o'tib, uyga yetib borgunimcha uji bu oy tugadi. Reysga chiqqanimizga 40 kun bo'ladi. Ish shu darajada og'irlashib ketgan. Mashinalar to'lib yotibdi. Bu bitta stoyanka, naryoqda yana bitta stoyanka. Yana bitta narsani aytib ketmoqchiman. Shogirdimiz O'zbekistonga ketgan. O'sha Gasnitsada qolgan videosini qo'yganim zahoti ertangi kuniga O'zbekistonga ketgan. Xavotir olmasalar bo'ladi. Shogirddan garajda mashinalar remont qilyapti. Biz bo'lsa bu yerda mana sabrdamiz do'stlar. Hammaga omad tilayman. Bizni bir duo qilib qo'yinglar, ilohim ishlarimiz oldinga yurib ketsin. Chunki bitta joyda yotib odam zerikib ketyapti. Shogird tushaman degan shogirdlar qanisilar? Ana Latviya tomon ishlagani yo'q. Rossiyada Abdullaning mashinasini Latviyaga olib kirib berishim kerak. Chunki Abdullaning ikkita mashinasi baravar kelib qoldi. Shopirlarning vizasi yo'q. Bittasiga o'zi chiqdi, men chiqqanman bittasiga. Ozon soat 3 da Rossiyaga o'tib, mashinani kalekiga qo'ydim. Mana soat 10 bo'lyapti. Где-то bir yana 6 soatdan keyin почти 1 sutka bo'ladi. Latviyaga hali o'tganim yo'q. Bu Latviya tomon umuman ishlagani yo'q. Ana endi magirlar shu ertalab 11 da soat 11 da где-то оформление ham tugagan bo'lsa 12 soatdan beri kaleka bilan kelib mana shlembaumda oldida turibman. Yetmaganiga 3 kun zadeshka bilan tortyapti Latviya tomonidan. Kelinglar shogirdlar. Do'stlar, Xudo xohlasa bizni oxirgi videolarimiz. Rossiyaga o'tyapmiz. Rossiya sim kartam kuyib qopti. O'zbekiston sim kartani roamingda ishlataman. Tongi soat 4 bo'ldi bizga. Mana 21-noyabr sanasi. Hop, оформлениyaga kelganmiz. Renginga jo'natishgan. Rossiyaga o'tib olsak, Xudo xohlasa do'stlar, hozir 1-2 soatda chiqsak, Rossiyaning ichida roaming sim karta ishlamayapti. Rossiya sim kartamni uzib qo'ygan. Shunga mendan xavotir olmanglar. Mabodo svязga chiqmasam, o'zi video ham juda kam qo'yyapman. Shu Qozog'istonga o'tganimizcha Rossiyaning ichida 2 kun, 3 kun yuradigan bo'lsak, ozgina internetda yo'q bo'lib qolamiz. Hozir Rossiya yaxshi ishlayapti, lekin 3 ta mashina ringga jo'natib qolganlar, yaxshi joyida hammasi. Xudo xohlasa ringdan chiqib biz ham o'tib ketamiz. 21-noyabr Ubilinka Germaniyadan Toshkentga bo'lgan safarimiz Xudo xohlasa Rossiya Federatsiyasiga o'tish bilan davom etyapti. Hozir ringga birinchi bo'lib turibman. Xudo xohlasa kirib ringga qilamiz endi. Kala 10 soat deganda Rossiyaga o'tib oldim inshaalloh. Surgut neft gaz. Mashinamizni ham qorni ochdi. Desertga AdBlue'si ham tugadi. 0. Baklar absolutni 0. Даже Yevropadan 50 litr salarka ham quyib oldim. Lekin nafsim ochlik qilib bir 500 tasini sotib oldim. Hozir 500 ta sotib 50 ta quysa bilinmaydi Yevropaga kirgandan keyin. Hozircha 24 ta ketdi. Bakimizda ham Xudo xohlasa AdBlue quy degan yozib chiqqan. Qani ko'ramiz AdBlue quy degandan keyin nechta ketar ekan AdBlue. Enok moylari. Mashinamiz eng sifatli moylarda, eng sifatli salarkalarda va eng sifatli AdBlue'da yuradi. Xullas kalom, hozir bunga zapravka qilamiz. Birinchi AdBlue'ni qo'yib olsak, inshaalloh do'stlar biz Rossiyaga o'tdik. Internet tanaga uziladi. Kireta endi 1-2 kun svязga chiqmay qolsam, hayron qolmanglar, bu qatga qolib qoldi deb mana o'sha
Qaranglar, 43 ta ketdi ham. Hali to'lgani yo'q bu mashinamiz. Shunaqa gaplar do'stlar. Bu videoni sразу endi postga qo'yib yuboraman. Adblock qilganimizni, adblockni o'chirish, noksatchilar remonti, shunaqa ishlar bo'lsa, Erkin akamga Qo'qonga murojaat qilsalarim bilan nomerlarni yozib qoldiraman do'stlar. Assalomu alaykum do'stlar. Turkistonga yetib keldik. Mashinalarimiz ahvolini qaranglar. Loyga yumalaganga o'xshaydi o'zi ham. Rossiyada yomg'ir emas, loy yog'di-da. Va'da bersakam Volvosi. Niyat qilganlar manmi, Volvo'mi yozib ketinglar. 2020-yil Volvo, 21-yil Persep, bizniki 2020-yil Man. Aytib o'tish kerak, Euro 5 motori bilan 2016-yil Persep. Lekin bizniki Schmidt Persep Termaking, Besakamda Carrier 1550. Demak, nima deydi? Kommentariyamiz yonar ekan. Kimga Termaking, kimga Carrier, kimga Man, kimga Volvo. O'zingizlar yozib ketinglar, lekin ikkalasiga ham Enok moylarini tavsiya qilaman. Volvoga ham, Manga ham, Carrierga ham, Termakingga ham, xudo xohlasa. Bestakam Polshadan kelishyapti, hozir mo'ykaga to'xtadi. Endi O'zbekistonga chiroyli bala bo'lib, toza mashina olib kiraylik. Biz mashina orqasini qaranglar. Endi bu Bestakamniki. Xudo xohlasa, nima qilamiz? Mo'ykadan keyin video qilamiz. Mana shu stopiga lekin Schmidtni tomon bo'ldim do'stlar. Buni adresini bilganlar yozib olinglar, qayerdan topsa bo'ladi. Bizniki o'sha klassический o'zini stopidan. Mo'ykamiz Xristianga Turkiston deb qo'ygan, mana shu mo'yka 12 ming tanga yuvarkan do'stlar. Do'stlar, kun botyapti va mashinamizni bu holatda ko'rmaganimga 1 oy bo'lgan edi. Ko'rishlar mumkin. O'zi ham juda asal chiqdi mo'ykamiz. Hozir Bestakam olib kirib ketdi yugani. Bestakam yuvishi bilan xudo xohlasa ketamiz. Kir holatida vatanga qaytgimiz kelmadi. Chiroyli qilib yuvib berishdi. Endi biz xudo xohlasa Bestakam chiqishi bilan uyga ketamiz. Turkistonda mana ko'rishingiz mumkin. Bu tomonni ko'rsatolmayman. Mana yerda mana ochib qo'ydim, ozgina o'tgani xod bor, kimdir o'tmoqchi bo'lsa. Endi chetda yaqin 1 soat 45 minut Bestakam kutib turishimiz kerak. Mo'ykaga o'zlaring baho beringlar. Toshog'imiz yana katta sportga qaytdi, chiroyli bo'ldi. Toshkent ko'chalarini bemalol changitib yurishimiz mumkin do'stlar. Akalar, taqdir meni bunchalik hali siqmagandi. Yevropada 15 kun ochirib turib chiqdim. Rossiyadan Qozog'ga o'tayotganda pashli 7 kilometrdan 1 sutkada o'tdim. Endi vatanga yetib kelib O'zbekistonga kelaman deganda, qaranglar, Ozmetdan Ilichovkani burilishi, mana Ilishdan mashina chiqib kelyapti. Bu yo'q bo'lsa yallamani ochirib akalar, ko'ryapsizlarmi? Taqdir bizni shunaqangi siqyapti. Siqyapti. To'g'ri tushuninglar, mana. Ikkinchi mashina kelib ochiribdan turdi mana oxirgisi. Biznikilar bu yerda turibdi. Xullas kalom bir duo qilib turinglar akalar. Men 5 yillik faoliyatimda Yallamada 9 kilometrga borganman. Ochiretda hozir 13 kilometr ekan ashdan chegaram oldigacha. Lekin bunaqangi ochiretda hali turmagan edim. Bir duo qilib qo'yinglar. Ko'pchilik duosi o'tadi. Besalomon o'taylik. Ertaga eng qizig'i ustachilikda shogird chiqarganman, motorist qilib o'sha balani to'yidi. Batdan bitta odam kelib minib ketish kerak edi mashinani. U odam parod qildi. Ertaga menga usta rozi qilish kerak edi. Men yetib borishim kerak edi ertaga ertalabga. 27-kuni to'y. Bugun mana 26-noyabr. 27-ga ham o'tdik. To'y ham atmen bo'ldi. Mana shu yerda biz to'y qiladigan bo'ldik do'stlar. Duo qilib qo'yinglar. O'tib ketaylik. Assalomu alaykum do'stlar. Xudo xohlasa biz Qo'soyga qarab yo'l oldik. Gollandiyaga atirgul ko'chatlarini yuklash uchun mana Qo'qondan ketyapmiz. Eng qizig'i yangi shogird bor. Muhammad Ali. Qayerga ketyapmiz? Yani ketyapmiz Muhammad Aliga. Farqi yo'q. Yangi shogird yuk olgani borsak ham shu gap. Ha, olam. Nima bu? G'immi bu? Ha, malades. Ko'ryapsizlarmi? Yangi shogirdimiz, xudo xohlasa. Bugun bir o'g'lim aylantirib keladi. Qo'soyga olib ketyapman. Bu ham zeriktirmasdan ketadi o'zi ham dadam deb.
Qo'qonda o'zgarishlar katta. Bizni kuzatib boringlar do'stlar. Assalomu alaykum do'stlar. O'rmonga o'tin bilan, Parijga xotin bilan borib bo'lmaydi-ku. Hamma Gollandiyadan gul olib kelsa, qaranglar biz Gollandiyaga mana shu atirgul ko'chatlarini olib ketyapmiz. Dapatalog. Umrim davomida yuklagan eng rasvoyliklardan bittasi. Bilmayman qanaqa olib ketamiz, lekin tonnasi yengil. Ko'rishingiz mumkin. Hozir bo'lsa mashinamizda zamina masalasi. Ya'ni mashina emas, refti. Enok moylaridan refti o'tkeli bahorda almashtirgan edik. 1 yil yurganimizdan keyin mana Enok moylari Vulkan 990. Mashinaga ham, refga ham bir xil qo'yaman. Yetmaganiga Thermaking original filtrlar. Xudo xohlasa moyimizni almashtiryapmiz. Ertagalikka Toshkentga yo'lga chiqamiz. Dokumentlarimizni olib ketamiz. Yukimiz rejimli. Hozir orqasini ozgina ochib qo'ydim. Men hayron qolgan narsam O'zbekiston, ya'ni butun dunyo deyarli Gollandiyadan gul olib kelsa, biz Gollandiyaga gul olib ketyapmiz. Tasavvur qilinglar. O'rmonga o'tin bilan ketyapmiz xullas. Butun dunyo gul olib keladi, biz gul olib ketyapmiz. O'zbekistonda shu rivojlanishi bo'ladigan bo'lsa, yaqin 10 yilda bilmayman hali Xitoyga ham dam berib yoramiz. Gul chiqarib turgan akalarimizga ham rahmat, shunchalik innovatsiyani qilishganiga. Fakto shunaqangi gaplar akalar. Like, podpiskani bosib qo'yinglar. Gollandiyaga bo'lgan safarimiz davom etadi do'stlar. Assalomu alaykum do'stlar. Eng mazasini aytaymi, o'zingni o'rtag'ingga salarga sotish bo'ladi. Doktor dizellamiz, men moykaga kelganman. Prinsipimizni qaranglar turishini joningdan. Moykalar bo'lyapti, yuklangan xudo xohlasa. O'rtag'im Asilbekning mashinasi, o'sha kuni 500 nomer yo'q ekan. 898 qo'yib yoribdi. Mashalloh deb qo'yasizlar. Menda full variantidan. Sideniyasigacha koja, eshik ochadigan ruchkasigacha ko'za. 2017-yil. Mana. Xo'p, kojani ko'ryapsizlarmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Mashina ideal. Ichida televizorlargacha bor edi bu mashinani. Mana shu mashinamiz hozir Messida ishlab turibdi. Xudo xohlasa Yevropadan keldik, salarkamizni sotyapmiz. O'z kechasiga kechqurunga pul tayyorlab qo'ying. Ishim zaril ketyapti. Bakimiz to'la edi. Yarim qolib tasira salarkalar quyib beramiz. Moykalarni qilib, mashinani tarozi qilishimiz kerak. Sirrani ketishimiz kerak. Ishimiz yonyapti. Chunki 4-chisloga Sagatchindan ochrik topib qo'yganman Rossiyaga o'tishga. Tezlashmasa bo'lmaydi do'stlar. Doktor dizel. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu yerda ko'rishib, moykalarni qilib, salarkalarni quyib, bu mashinamiz qaysi tomonga aka? Toshkentga ketyapti Doniyor akam. Biz bo'lsa Gollandiyaga. Doniyor akamni taniganlar, Asilbek taniganlar atmetga ketinglar. 500 nomer qachon qo'yamiz endi bunga akalar? Shuni savolini berib ketinglar do'stimga. Do'stlar, juda ham charchadim to'g'risi. Zamina masala, moyka, salarka tort. Hozir borib mashinamizni tortishimiz kerak. Ketishdan oldin doktor dizelni moykasidamiz. Aytganimdek, eng full moyka motorlari bilan yuvib berishi 299 ming. Ustini o'zi yuviladigan bo'lsa, xudo xohlasa, ustini o'ziga 199 ming. Xudo xohlasa kelaverasizlar. Eng qizig'i doktor dizel hamda arzon furaga obuna bo'lib kelganlar uchun do'stlar, xudo xohlasa yana 5% skidka ham beramiz do'stlar. Kelaverasizlar bemalol. Manzilimiz Dang'ara tumani, Chinobod MFY, Qo'qondan chiqadigan Saxali postdan 5 kilometr oldinroqda. Yo'lni chap tomonida o'zi katta doktor dizel ko'rinib turadi. Servisimiz yuvishlarga lekin gap bo'lishi mumkin emas. O'zi ham baho berishlari mumkin. Shu odam 1 soatga qoldirmasdan mashinani chiroyli qilib yuvib, hat uyda qo'yib berishadi. Kelaverasizlar. Do'stlar, aka-uka bo'lish uchun onadan bir qorindan tug'ilish shart emas. Yallamani yo'lidamiz. Oltiariqdan Jigar Temurbek keldi. Skaniyalarni qaranglar. Metanlari bilan. Temurbek, Skaniyani olganingizdan keyin nima rasxod qildingiz? Rasxod qilganim yo'q. Daji svicha qo'yganingiz yo'q, ha? Ko'pchilik so'raydi-yu, Iveco'mi, Pavmi deydi-ku. Metanda bo'lsa ham Scania do'stlar. Scania ham dizelda, ham metanda kачествosiga gap bo'lishi mumkin emas. Pluslarniki xohlagan mashina olishlari mumkin. Sizlarga faqatgina tavsiya qila olaman xolos do'stlar. Xudo xolasa Jigar bilan ko'rishdik, Jallanaga. Xudo xolasa 5-6 kilometr yo'l qoldi. Bugun inshaalloh Qozog'istonga o'tib olishga harakat. Temurbek Atmetga ketaman, taniganlar kommentariyada belgilab ketinglar. Inshaalloh Yallamaga ozgina qoldi do'stlar. Qaz Rosneft do'stlar.
Xudo xohlasa biz Chimkentdan chiqib Temurlandagi Qazrosneftga keldik do'stlar. Ham 4-chi, ham 5-chi kolonkadan zapravka qildik. Bittasiga 446 ta, bittasiga 457 litr. Общий hisobda 900 ta ketdi. 200 ta yo'lda quyganimizni hisoblasak, 1 tonna briz bilan mana shu yerda baklarimiz to'la bo'ldi. Yana общий hisobda ko'ramiz hali Qozog'istondan chiqishga yana necha litr quyamiz ekan do'stlar. Bugun 3-dekabr, xudo xohlasa. Hop, Yallamadagi ochretlarimiz do'stlar 11 kilometr. Mayskiydagi ochret bo'lsa, razvorotdan ozgina teparoq turadi, lekin stoyankani ichi to'la yotibdi. Bu zapravkada 322 tanga salarkan narxi skidishning kartasi bilan 317 qilib berdi. O'z yo'lda chap tomonida ham, o'ng tomonida ham Qazrosneft bor. Ochretga ko'ngilli keng qilib boraverasizlar. Bugun havo ancha yaxshi bu yerda, yotib damda olamiz. Alisher akam bilan Xurshid akam kelishlari bilan Yallamadan o'tib, ertagalikka birga yo'lni shu yerdan davom ettiramiz. Mashinamiz lekin mo'ykasiga gap bo'lishi mumkin emas, yo'llar ham yaxshi. Doktor dizelli mo'ykasidan keyin mashinamiz lovulagancha turibdi, polni baklar bilan. Eng asosiysi ishga tayyor do'stlar. Shlembaonni qaranglar. Shopirlarda eng katta muammosi stoyankalarga kirsa, misol uchun mazza qilib uxlagan paytingizda stoyancha yo'q bo'lsa, kech kiradigan bo'lsangiz, kelib taqillatib stoyankani pulini oladi. Lekin buni yechimini topishibdi. Qarali yozuvni ko'ryapsizlarmi? Mana yerda Qazoqo'yil zapravkasi. Mana shu yerda mana shu yangi kafe ochilibdi. Kafe, mehmonxona, yangi stoyankani ahvolini qaranglar. Yangi asfaltlarda kameralar bilan kirib xohlasangiz pul to'lab qo'ying, xohlasangiz damda olib chiqayotganingizda bu tomondan ishlayman turibdi. Pulni to'laysiz, keyin ochiladi. Zato uyquni shirin paytida kelib bezda qilishmaydi. Biz chetda qoldik. Sheriklarimiz hali yetib kelisholmadi. Toza stoyanka, kamera, hamma yo'q yoriq. 15 ta mashinaga joy bor ekan, lekin mingsim ekan. Endi 500 tanga ag'abag'i misol uchun shunaqa joyda qolganga nima yetsin do'stlar. Ham o'zingizdan bilasiz, Chimkent kafega borsalaring, antena chiqishi vryatli. Antena kam bittali bir chiqib bir chiqmay qoladi. Bitta antena ham zo'r ishlaydi. Bemalol damda olsalar ham bo'ladi. Bizda -1 sovuq. Oldilari o'zi mashinamizni mana shunaqangi bo'lib muzlab ham qoldi do'stlar. Xudo xolasa shu yerda damda oldik, endi ertagalikka sheriklar kutamizda. Assalomu alaykum do'stlar. Uxlamaganimga 1,5 sutka bo'ldi. Hop, Sagarchindamiz. Bugun 6-dekabr bo'lsa sanamiz. Bugun ozon 2dan 3gacha ochretim olingan edi. Biz keldik, biz kelganimizda Sinoilda oldida bo'lib qoldi. Ochretlar gayilarini Sarjansoydan to'sib boshqa o'tkazilmasini boshladi. Hozirda endi o'zini ochreti bo'yicha eski sistemaga o'xshab do'stlar qarab o'tirishyapti. Transportniyda oldida bo'lsa kerak ochret. Lekin transportniyda oldida bo'lgani bilan naryoqda gayilar turib, mana bu yerda bardayni yo'qotish uchun hammasini ochretini sanasi kelishidan o'tkaziryapti. Hali qachon kiramiz? Chegarani ichiga xudo biladi. Soat ham o'zi 12:01 bo'lib qoldi. 1,5 sutka uxlamaganga boshim ozgina og'riyapti. Uxlab olaman desang, elektron ochreting navbat o'tib ketadi. Uxlamayman desang, boshing og'riydi. Kim o'ylagan ekan shu sistemani? Mashinaga kirib bo'lganini qaranglar. O'ylaganga yarasha oxirigacha o'ylasa bo'lmasmikan? Xullas kalom, kaleykada umrimiz o'tyapti. Shopirchilikga mana shu oylar qiyin bo'lib ketdi. Naryoqdagi ochret ko'ryapsizlarmi? Mashinalarda shunaqa gaplar do'stlar. Assalomu alaykum do'stlar. Rossiyaga o'tib olganmiz. Xurshid akam, Alisher akam, mahalladosh, ustoz shogirdlar, bizning mashinamiz. Garov ketdi Alisher akam bilan. Mana shu yangi Adblue, agar qo'lda ochib yuborsa bepulga. Agar ocholmasangiz qo'lda, o'sha o'rniga o'rni olib berasiz. Tamam ketdi, oching chiqani. Mana yangi Adblue. Ko'ring, oching navbat. Qo'lda ochalsa bo'ldi Alisher akam. Bepulga ketdi mana shu Adblue. Ishlamam ochalgach. Bekardan bekarga berib yubormaydi Sherzod.
Yo'q, ochilgan yangi chiqqanlar faqat filtr kirishni ochyapman. Ha, ocholmaysiz. Hozir olib kelaman. Ocholmadingizmi? Qarang. Yana bitta uraning. Endi do'stlar, filtr qilishni olib kelamiz. Filtr qilishni ochishadi xudo xolasa. Mana filtr qilish. Mana shu Abdulla ochgani olganman shu filtr qilishni. Bepulga olaman deb akam xursand bo'ladi. Bu filtr qilishni ishlatishni ham bilmaydi. Xotiryapsiz balki. Qani ketdi. Endi ochildi mana. Qo'lda mum ochib olmayman. Qo'yamiz endi Abdulla. Assalomu alaykum. 11-dekabr sanasida Lepayaga 12 kilometr yetmasdan men servisdan o'tgandan keyin avariya bo'ldi do'stlar. Endi hozir oldindagi mashinalarga qo'yib yuborib sekin o'tamizda. Xudo xolasa bugun kechki paytga paromga chiqamiz. Mashinani yuvishimiz kerak, salarga qo'yishimiz kerak. Ancha ishlarimiz bor. O'sha oxirida bitta daf kelyapti, xudo xolasa shu dafdan keyin sekin chiqsak kerak. Agar yo'l bermasa ungacha daftagi sherigimiz yo'l berdi, xudo xohlasa. Avariya kim bilan kim urushgan bitta. Va yonga tegami, qayerga tegan. Dafchi akamizga respekt lekin. Rabban rahmat. O'tib oldik mana xudo xolasa. Endi portga qarab olgan. Assalomu alaykum akalar. Lepaya portda oldiri Samoykadaman. Rossiyada mashinani yuvolmadim do'stlar. Ortiqcha video ham qila olmadim. Chegaradan o'tib xudo xohlasa Samoykaga kirib oldik. Samoykani sizga tushuntirib ketsam, qanaqa ishlatishdi. Xullas qalam, mana shu kichkina Samoykalar oldiga borsalar, apparati bor. Apparatiga mana odamlar turib portda ko'ryapsan, odam narsani olyapti o'sha. Borib kartami, nalishgan pul tutsalar, unaqa o'zini tangalarini berar ekan. 25 yevrolik oldim. Mabodo moykani darvozasi yopiq bo'lsa kelganlarda ana shu eshikni ochasizlar. Hop, mana shu darvozasini mana bu yerdan tushirib ko'taradigan narigi tomonda ham bor do'stlar. Hozir mashinamizni moyka qilamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like, podpiskani ayamanglar do'stlar. Biz moykani boshladik. Akalar, sam moykani o'ylab topgan odamni ham eshakdek o'zingni mashinani yuvasan. Yetmaganiga yana bularga pul ham to'laysan-da. Onasini emsin bu Rossiyani, Qozog'istonni loylari ketmayapti ham. O'zi xato qilibman, birinchida o'zi pena urib, keyin kachirish kerak ekan. Men o'zimcha kachirda eritib olaman deb o'ylab, birinchi kachirda urib 15 yevro pulim tugadi. Endi hali bilmayman, 25 yevro pul yetmaydi. Birinchisida xato qildik. O'zimizni doktor dizelni mo'ykasidan qo'ymasin. Atiga 17-18 dollarga o'zlari chiroyli qilib yuvib berishadi-da. Bu hozir pasti 30 dollarga tushyapti. O'zim yana eshakdek yuvyapman. Hali yetmaydi bu pulim. Akalar, mo'ykamiz 40 yevroga tushyapti. Sababi mana shunaqa bu rasvo bo'yatadi. Birinchi ko'piyni sepib, keyin bitta kachirib yuborsam bo'ldi ekan, o'zim ahmoqligim orqasidan o kavuta o'tirib olgan qaranglar. Birinchi kachirlayapman. Kachirda ko'p pul ketib qoldi. Sizlarga maslahatim, kirasizlar, sirazi penani sepinglar. Arkasidan bitta kachir o'zi shunday toza bo'lib qolar ekan. Prosta biz ahmoqlik qilib birinchi kachirda eritib olaman deb o'ylabmiz, lekin bu penaga shart emas ekan eritish. Sirazi kirligicha sepib turib yuvorish kerak ekan. Endi to'y bo'lsa, to'ydek bo'lsa, mashinamiz Germaniya yo'llarini yondirsin degan maqsadda addushi tozalab yuvilyapti. 40 yevro. Bu degani 1.4 million bo'lsa ham hisoblab olaveringlar. Gidayda hozirga o'zi 600 ming so'm pulni enasini ko'rsatib qo'ydik. Assalomu alaykum akalar. Xudo xohlasa portga yetib kelib oldim. Mo'ykadan keyingi holatni ko'rishingiz mumkin. Yomg'ir yog'di, mo'ykani qildik. Endi xudo xohlasa kechqurun 1 kilometr yurib paromga chiqib olsak,
Toychog'imiz tayyor. Mo'ykanicha ozgina torroq ekan. Uncha-muncha joylari qolib ketdi-ku, endi baribir bu yomg'irda shu-da. Bundan ortiq kerak emas o'zi. Fordda mashina kam bugun 11-dekabr bo'lsa, do'stlar, Gollandiyaga gulni olib ketyapmiz O'zbekistondan. Qo'ldan kelgancha mo'yka qilib oldik. O'zi ham baho berishi ham mumkin. Orqada ozgina qolib ketdi. Joy torligini hisobiga. Atak tomonlari polimenni yo'qdan ko'ra yaxshi, kirmas juda. Bu holatda ketganimda juda rasvochi ketardi va mashinani Germaniyada jarima ham to'lashimiz mumkin edi. Ana hozir toychog'imiz shu holatda. Endi kechqurun inshaalloh paromga chiqib olsak, Germaniyaga borib tushamiz ertaga. Gollandiyaga borib rastamoshkani qilib, xudo xohlasa yukimizni tushirsak bo'laveradi. Mehnatga qo'ldan kelgancha o'zlaring like bosib qo'yinglar. Fura sohasiga qiziqqanlar podpiska bosinglar do'stlar. Kommentariyada va albatta o'zlaringni fikrlarini qoldiringlar do'stlar. Assalomu alaykum do'stlar. Germaniyadamiz, Gollandiya bilan 30 kilometr o'rtasi Vilno shahrida. Qaysi shahar Bahodir aka bu? Firzen degan shahardamiz ekan. Shuhrat akam 500 tanislar, Bahodir akam o'zimiz xudo xohlasa chetga yetib kelib qoldik. Sizlarga 2025-yil Scania R500 bilan tanishtirmoqchiman. Mashina absolutni yangi, 80 ming kilometr yurgan, shu yil aprelda chiqqan va albatta bu mashinamiz Scania'ning oxirgi texnologiyalar bilan rivojlangan, jihozlangan. Ya'ni slepoy zona, daji oldiga o'tsalar ham odam borligini ham aytar ekan. Shuhrat akam oldin ham obzor qilgan. Pritsep ham o'sha 2025-yil Schwarzmüller pritsepi. Scania 2025 dan boshlab, hozir korobkasini ko'rsataman sizlarga. Mana yangi korobka, 13 tali korobka bilan jihozlangan. Hop, stoyanishni konditsioneri bor. Sidenada abduf, abagrev hamma narsasi bor. Salondan boshlaylik birinchi. Mana ko'rishlar mumkin. Hamma yo'q bor. Telefon bo'lyapti aka sizga desam. Hozir YouTube nima qilishi mumkin? Blok qilishi mumkin ovozni, shunga uzoqroqdan olib turamiz. Xullas kalom, mashina absolutni yangi. Rasxotini ko'ryapman hozir 27 litrdan rasxot qilyapti. Yevropani ichida 1-2 litrga aldashi mumkin, lekin 30 taga bormaydi buni rasxoti. Mashina absolutni havas qiladigan mashina. Sizlarga qisqa va lo'nda aytadigan bo'lsam do'stlar, hozir salonlarga kiramiz. Hop, ko'rishlar mumkin, mashina restda yurgan mashina. Uncha-munchasiga e'tibor qilmaysizlar. Ko'rishlaring mumkin. Mana shu rolni o'zi ko'ryapsizlar, mana. Ikkitadan strochka qilib kojinli rol qilingan. O'zini monitorlari katta, akamizni hop, navigatorlari, Germaniyaning to'lqinlik apparati va o'zimizni o'sha aytganimizdek taxograf, ya'ni rejim turdovoy отдыха, ya'niki dam olish va ishlashni nazorat qiluvchi apparat. Mashina salonini ko'rishingiz mumkin. Absolutni yangi mashina. Albatta hamma niyat qilganiga mana shunaqangi mashina nasib qilsin. O'zimda ham eng katta orzularimdan bittasini qaranglar, eshik yopilishini qaranglar. Uncha-muncha Malibusida yo'q bunaqa narsa. Hop, Pritsep, Schwarzmüller, bular asosan og'ir yuk listlarni toshigani uchun o'rtasida Pritsepda muldasi bor. List toshiydigan nimasi va o'slari BPV bir ko'rishda barabanga o'xshab ko'rinishi mumkin, lekin diskivi yetmaganiga. Hop, mana orqa moslari buriladigan konstruksiya bilan jihozlangan. Ramani ham qalinligini ko'ryapsizlar, kattaligini. O'zbekiston sharoitiga bu Pritsep ozgina og'irlik qiladi, lekin yangi Pritsep barabir. Orqada 2018-yilgi Scania, bu R450, bu R500. Ishlarni ham ko'ramiz. Yuklar yuklangan bu mashinalarga, ko'rishlaring mumkin do'stlar.
Shuhrat akam hozir bu firmada kadensiyalarni yakunlashyapti. Xudo xohlasa O'zbekistonga ketishadi. Men o'zim hukm Gollandiyaga bo'lgani uchun Shekka kelib dam olib, xudo xohlasa biz dushanba kuni tushiramiz. Pritsep zapaskalari voy katta gaz balon ham bor ekan akamizda. Bu Scania, buni ham ko'rdilar. Xo'p, bu yerda nargi Scania. Xullas kalom bu Scanialari bor odam asli Qozog'istonlik Volodya nemis, faqat Scania ishlatadi. Pritseplar faqat Schwarzmüller alyumin disklarda. Xullas mashinani ishqivozi bu odam, ko'rishlari mumkin. Bu pritsepimiz bo'lsa, o'sha musor tashish uchun mo'ljallangan musorovоз pritsep, o'ta qimmat hisoblanadi. Bitta mana yangi DAF, Volvolar, Renault ham bor, ko'rishlari mumkin. Mana shu yerda bugun biz mehmon bo'lib, xudo xohlasa, do'stim Javohirni oldiga ketishimiz kerak do'stlar. Xo'p, bu Scania'ni yangisi aytishi bo'yicha zavod narxi hozirgi kunda mana shu RK'ni full komplektatsiyasi 150 ming euro. Bu ham mana eski Scania RK'lardan. Bu endi qanaqa tushuntirsam bo'ladi sizlarga. Bu mashinamiz xuddi klassika Streamline degan komplektatsiyada. Bu 2016-yil. Eshik ochiq qolibdi. Bu ham bardak, ko'rishlari mumkin. Atak lekin buni ham eshik yopilishlari tema. Shunaqangi joyga kelib qolganmiz. Hozir Shuhrat akam bilan biz Javohirni oldiga ketamiz. Ular dushanba kuni uchishadi O'zbekistonga. Va bu 2018-yilda ishlab chiqarilgan versiyasi. Buni ham akamiz narsalar bor, chiqayotmadik. Xullas kalom, buni ham eshigini yopilishiga e'tibor beringlar. Tema xullas. Ko'pchilik so'raydi, ana shu holatdagi mashinani olib, misol uchun oyiga qancha pul topishim mumkin deyiladi. Shuni bilinglarki, oyiga pul topilmaydi. Bu yerda stabilni. Sababi respay gaplashiladi. Resiga pul topiladi. Mashina misol uchun bir resga borib kelgandan keyin qolinadigan foydasi. Bunga keladigan bo'lsak, sizlarga O'zbekiston, Germaniya yo'nalishida aytaman. Primerna общий kruг 15 ming bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistondan misol uchun 6 mingga kelib, Germaniyadan 9 ming dollarga qaytsalaring, refta bu tentda hech qachon unaqa summalar bo'lishi qiyin. Primerna 7-7,5 ming dollar bordi keldi общий расходi. Shoperdagi 1,5 ming dollardan 2 ming dollargacha oladigan oyliga. Aytganimdek bu refta. Где-то bir 10 ming dollar расход bo'lsa, shoper bilan billa bordi keldi. Sizlarga resiga 5 ming dollar foyda qolishi mumkin. Lekin resiga 5 ming dollar foyda qolish uchun ref mashina olasizlar. Ref mashinani o'rtacha Germaniyaga yaraydigan narxi do'stlar 80 ming dollardan boshlanadi. Komplekt 80 ming dollarga olsalar ham bo'ladi. Germaniyaga kelib ketgani yaraydigan mashinani. 80 ming dollar puldi. Endi resimiz 1 oydan 50 kungacha cho'zilib qolishi mumkin. O'zlarining hisob-kitoblarini qilsalar ham bo'ladi. Ko'pchilik bizdan so'raydi, resiga qanaqa foyda qoladi, fur olsam foyda bo'ladimi? Lekin katta ehtimol bilan sizlarga aytaman, o'zlaring minmasalaring sizlar o'ylagan katta foydalar yo'q do'stlar. Shopir odam, shopir ishlatmoqchi bo'lgan odam avvalambor shu narsaga tayyor bo'lish kerak. Любой vaziyatda shopirni mazasi qochib qolishi mumkin, resga chiqmay qolishi mumkin. Bir narsa sabablar bo'ladi har doim. O'sha sabablarda o'zi mashinani minib ketadigan darajada bo'lish kerak. Va albatta Germaniyaga kelish uchun viza bo'lish kerak. Ko'pchiliklar so'raysizlar, vizani qayerdan qilamiz, qayerdan olamiz deysizlar. O'sha viza qilib beradigan firmalar bor.
iminni mana shunisi yaxshi qiladi deb sizlarga tavsiya bera olmayman. Chunki sababi orasida mashinalari ham ko'p. Vizani qilib olishlar kerak bo'ladi. Bu ko'zlarning oldida hozir ko'rishlar mumkin. Renault'ni T seriyasi va albatta visoki kabinasi D13 motori bilan bu mana High Edition Rover by Volvo deb qo'ygan. Bu mashinamizda mana mega ekan. Motori hammasi Volvo'niki. Motor, korobka, faqat orqa mostidan tashqari. Chunki Volvo'da 4 ta podushka bo'ladi, buning orqasi 2 ta podushka va setlosi o'sha universalni ko'tariladigan setloda. Mashinani ko'rishingiz mumkin. Bitta mana DAF 530 tali. Yangi DAFlardan ko'pchilik hozircha norozi. Chunki sababi juda inja chiqib qolgan. Bitta mana Volvo turibdi. Volvo va Renault aslida bitta narsa, shu kabinada farqi bor xolos do'stlar. Bunisi mana DAF 530 XG modeli bu. Ya'ni sredniy kabina hisoblanadi. Ham oldida bokovoy kamera va ikkita bokovoy bilan jihozlangan. Lekin 530 ta ot kuchi bu ham tema. Yevropa yo'llari uchun, Yevropada ishlatish uchun qulay variant, lekin O'zbekiston uchun ozgina injiqroq variantda. Bu bo'lsa Shuhrat akamlarning budkasi. Mana bu yerda moyka va o'sha zavod logistika sentr xullas. Video yoqqan bo'lsa like, podpiskani bosib qo'yinglar. Imkon qadar videolarimizni yana chiqarishda harakatidamiz. Arzon fura sizlar bilan bo'ldi do'stlar. Assalomu alaykum do'stlar. Shuhrat akam bilan birga Javohirda uyga ketyapmiz. Biletingizni ko'rsatib qo'ying aka. Bilet bor. 2 kishiga bitta bilet. Butun Germaniyani poyezdlariga o'tadi deb aytadi Javohir. Bu tez yurarga o'tmas ekan. Sizlarga buni tavsiya qilmayman. Reskavat o'sha bo'lsa mabodo bizni poyezddan haydab yuboradi, lekin ushagincha idoralichi bir gap bo'lar. O'sha prezidentimiz kelib, hamma yo'lda yaxshi gaplashib, vizalarni atmayib ketishadi. Bizga o'xshagan ikkita o'zbek kelib poyezdda bez bilet yurib, hazil biletimiz bor, prosta bunga o'tmas ekan. Bunga qayerdan olishni ham bilmaymiz, nemischani ham bilmaymiz. Xullas kalom, Javohirda oldiga ketyapmiz. Germaniyaga kelsam bilasizlar, shu o'rtog'imni oldiga kelmasdan ketmayman. 2 safardan beri mana Shuhrat akam bilan ko'rishyapmiz. Shuhrat akam bilan tanishganimizga bir 3-4 yil bo'ldi-yu. Lekin hech ko'rishmagan edik. Mana shu 2 safardan beri ponli kunimiz birga o'tyapti. Xudo xolasa Javohirda oldiga ertaga bombalari bo'ladi videoni kutinglar do'stlar. Poyezdamiz hozir. 2 qavatli tez yurar poyezd. Lekin bizning biletimiz yo'q. Sekin ketyapmiz. Boricha. Kelsa bilasizmi nima qilaman? Siz tualetga kirasiz, hayotdan ochib qochaman. Shunaqa gaplar do'stlar. Kelinora. Uydan chiqqanimga 12 kun bo'pti do'stlar. Shuhrat aka, Assalomu alaykum. sizda necha kun bo'ldi uydan chiqib ketganingizga? 1 yil 1 oy bo'ladi. 1 yil 1 oy. Assalomu alaykum hammaga. Sizga qancha bo'ldi? Xudo xolasa 7-yil. 7-yil va nihoyat do'stim O'zbekistonga ketyapti. Xudo xolasa. Rekord. Zagran pasportning muddatlari ham tugab ketgan. Zagran pasportning o'zi yo'q dashi. Yashil pasportda sizga qancha bo'ldi aka? 10 yilda o'tdi. 10 yil bo'ldi. Uydan chiqib ketganlariga 10 yil bo'ldi. Mana shu bola O'zbekistondan chiqqanda oldida bitta chamadoni bor edi. Bitta o'zi chiqqan edi. Umrida bir marta O'zbekistondan chiqdi. Endi O'zbekistonga ketayotganda yonida xotini, ikkita bolasi, yana bir 100 kilo bagaji bilan ketyapti. 3 ta sumka. Eng katta foyda. Xudo xolasa. Ben hayron qolyapman akalar, pasportini ko'rdim. Haligida 2019-yil uydan chiqqan, Ukrainaga uchgan, Ukrainadan keyin bunaqa ishlar bo'lib ketib Germaniyaga kelgan. Shu pasportida 4 dona pechat bor ekan. Bu ham yashil pasport. Boshqa hech qayerga chiqmaganda, sirazi uydan chiqdi. Bir yo'la mana xotin bola chaqali bo'lib, qilar ishlarni qilib, hammasini ishlarini bitirib uyga qaytyapti. Bu ham nima maqsadda? Borib O'zbekistondan yangi pasport olib kelish uchun. Pasportning muddati 1 oydan keyin tugaydi.
Atamboy aka siz uspet qilmay qoldingiz pasport olishga. Akamniki o'tib ketib qoldi, lekin hali karta refil deychamiz, qiyomatli akam. Mana qiyomatli akam bilan turibman, kartalarida hozir bilmayman 95 ming euro pul turibdi. O'shani yeching aka, biznes qilamiz yo O'zbekistonga uchingiz ham o'ylab turishibdi. 10 yilda 95 ming yomon emas ekan aka. Barakasini bersin. Do'stim, sizga oq yo'l. O'zbekistonga yaxshi yetib oling. Ko'rishamiz siz bilan. Xudo xolasa. Xudo xolasa O'zbekistonda bo'lamiz. Seshanba kuni O'zbekistonda. Biz Shuhrat akam yonidamiz. Xudo xohlasa Rastamoshkaga 30 kilometr qoldi. Ertagalikka sraz yukimizni tushiramiz va albatta O'zbekistondan ko'chat olib keldik. Endi O'zbekistonga yana Gollandiyadan ko'chatni olib ketamiz do'stlar. Bizni kutinglar, inshaalloh yangi yilgacha uyda bo'laman mana. Hammaga hammasi sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Podpischilarimiz like, podpiska yana bir bor esdan chiqmasin do'stlar. Assalomu alaykum do'stlar. Bu videoni Yevropada ishlab yurganlar, ya'ni kimni Yevropada tanishi bo'lsa, o'shalarga yuborib qo'yinglar. Hozir biz 40-yo'ldan Germaniyadagi Gollandiyaning Venlo shahriga o'tyapmiz. Gollandiyaning yaxshi tomoni Rastamoshkasi mana shu chegarasida bo'ladi. Sirada mana biz hozir Gaston Shulga berdik dokumentlarda, shu yerda Rastamoshkani qilib bersa, Vigruskaga qarab to'g'ri ketsak bo'ladi do'stlar. Hozir 1 soatda dokumentlarimizni qilib bersa, shu bilan biz Gollandiyaga ketamiz. Yana bitta ma'lumot sizlardan iltimos so'rayman, odamlarga tarqatib qo'yinglar. Mana qish kelgandan keyin Gollandiyani, Germaniyani, Belgiyani vaqti O'zbekiston bilan 4 soatda raznica qiladi. Ya'ni bu degani ertalab sizlar 10:00dan turib soat 10 da telefon qilsangiz ham, bu yerda soat 6 bo'ladi. Va bu paytda ko'pchilik hali turmagan bo'ladi. Meni o'zimga ham Yevropaga kelganimdan beri yaqin ertalab soat 5 dan, 4 dan telefon bo'lishni boshladi. Sizlardan iltimos so'rardim. Mana ko'rib turgan tanishlarim O'zbekiston vaqti bilan o'rtacha 12-1 dan keyin telefon qilsalar juda yaxshi bo'lardi. Yevropada yurgan, mana biz mashina ko'ryapsizmi? Yevropada yurgan ko'pchilik biladi. Ertalabdan telefon qilishadi. Uyquning eng shirin joyida belga tepib qo'yishadi. Sizlardan iltimos do'stlar, shu videoni ko'rib qayta Rastamoshka qilishni ham bilib olinglar. Keyin yetmaganiga iloji bo'lsa shu abetdan keyin telefon qilinglar O'zbekiston vaqti bilan, iltimos so'raman. Chunki biz kechasi bilan yurib qolamiz, bitta iloji boricha uxlab olishimiz kerak, lekin telefonni bezib qo'ysak ham vibratsiyasi uyg'otadi. Bir marta ko'tarmasdan odamlar 5-10 martalab telefon qilayotganlar bor. O'shani hisobiga sizlardan iltimos, menga telefon qilib turganlaringda O'zbekiston vaqti bilan 12:00 dan telefon qilinglar abetga. Va boshqa tanishlarim bo'lsa ham shuni so'rab qolardim. Yevropada yurganlar qalban birgamiz. Sizlar ham bir kommentariyada yozib ketinglar. Sizlarga ham shunaqa ertalabdan telefon bo'ladimi? Hozir yukimizni Rastamoshkaga berib qo'ydik, dokumentlarimizni chiqishi bilan Xudo xohlasa Vigruskaga qarab ketamiz do'stlar. Gollandiya Venlo shahridan barchalaringizga salom. Assalomu alaykum. Allohga shukr do'stlar. Yukni manzilga eson omon olib keldik va nihoyat Gollandiyaning Tegelen shahridamiz. Mashinamiz olov rovullab turibdi, o'zingizlar ko'ryapsizlar, yuk tushirganini qo'ydik. Inshaalloh bugun yuk tushirib olsak, kechki paytga yuk kulashga boramiz. Chiroyli qilib hammasini joylab qo'ydik. Endi yuk tushirishni kutamiz. Katta kompaniya ekan, gul ko'chatlar bilan shug'ullanadigan. Va biz yana shunaqangi katta kompaniyalarni biriga borib, O'zbekistonga yana gul yuklaymiz. Bilasizlar, bir xillik safar bir narsani olib borasiz, bir narsani olib kelasiz. Bitta narsani nima deydi, o'ylab qolaman. Ish qilib shu gulga ham qaytib kelmasam bo'ldi. Ya'niki hozir ma'lum bir miqdorda balki donasini 5 ming so'm sotib turgandir, 10 ming so'm sotib turgandir. Bular ozgina ekib, ishlov berib, keyin o'zimizga qaytarib donasini $5 dan sotmasin deyman. Va shunaqangi, misol uchun luboy sohani ham rivojlantirish kerak. Oddiy misol biz mana shunaqangi nejaveka materiallarni olib kelamiz Germaniyaga. Germaniyada hop temir, metall lomdular qayta ishlab, mana shunaqangi setka turba qilib biz o'zimizga qimmatroqqa sotadi. Shuni o'ylab qolamanki, bizning tadbirkorlarimiz ham shu narsani bu yerga olib borib, olib kelgandan ko'ra bir yo'la o'zimizda tayyor qilishlarini so'rab qolaman do'stlar. Assalomu alaykum. Allohga shukr do'stlar. Yukni manzilga eson omon olib keldik va nihoyat Gollandiyaning Tegelen shahridamiz. Mashinamiz olov rovullab turibdi, o'zingizlar ko'ryapsizlar, yuk tushirganini qo'ydik. Inshaalloh bugun yuk tushirib olsak, kechki paytga yuk kulashga boramiz.
chiroyli qilib hammasini joylab qo'ydik. Endi tushirishni kutamiz. Katta kompaniya ekan, gul ko'chatlar bilan shug'ullanadigan. Va biz yana shunaqangi katta kompaniyalarning biriga borib, O'zbekistonga yana gul yuklaymiz. Bilasizlar, bir xillik safar bir narsani olib borasiz, bir narsani olib kelasiz. Bitta narsani nima deydi, o'ylab qolaman. Ish qilib shu gulga ham qaytib kelmasam bo'ldi. Ya'niki hozir ma'lum bir miqdorda balki donasini 5 ming so'm sotib turgandir, 10 ming so'm sotib turgandir. Bular ozgina ekib, ishlov berib, keyin o'zimizga qaytarib donasini 5 dollardan sotmasin deyman. Va shunaqangi misol uchun luboy sohani ham rivojlantirish kerak. Oddiy misol biz mana shunaqangi nejaveka materiallarni olib kelamiz Germaniyaga. Germaniyada hop temir metal lomdular qayta ishlab, mana shunaqangi setka turba qilib biz o'zimizga qimmatroqqa sotadi. Shuni o'ylab qolamanki, bizning tadbirkorlarimiz ham shu narsani betga olib borib, olib kelgandan ko'ra bir yo'la o'zimizda tayyor qilishlarini so'rab qolaman do'stlar. Umrimda birinchi marta shunaqa pagrushkani ko'rishim, voy, pritsepimni qaytib olib ketyapsan. Xullas kalom akalar, qaranglar. Kelib pritsepni uzish kerak ekan. Pritsepni uzsak, keyin bu ichkariga pagrushkaga olib kirib ketar ekan. Men birinchi marta ko'rishim bunaqasini bor. Pritsepimiz ulab hozir mana. Nomi yo'q. Irki to'rdakcha. Xullas kalom, endi biz mana shu yerda parkingda kutib o'tiramiz ekan. Qachon keladi biz pritsepga? Shunaqasi ham bo'lishi mumkinmi? Zatniga ham chiryapti o'zi. Hozir ko'ramiz. Aytga qo'yamizda. Mashinchamizda. Mana shu biz yuklaydigan joy. Xullas kalom, firmaning nomi ham ajoyib edi-da. Mana hozir ko'ramiz, pritsepga ketyapti. Ketdik. Mana biz parkingda kutyapti. Mana bu irki to'rdakcha bo'lsa, bizni pritsepga olib ketyapti. Mana. Shunaqa gaplar. Tog'a pritsepni qayerga olib ketyapsiz? Bu irki to'rdakcha pritsepimiz oldi do'stlar. Mana gollandskiy daflardan do'stlar ko'rishingiz mumkin. Bilan yuklab ketyapti. Короче, yuklagani kelsa, inglizchalab bir nima deydi, oxiri Google переводчida yoqdim. Irki to'rdakchani qaranglar biz pritsepni olib ketishini. Qolib ketasan desam, bular загрузкаga olib ketar ekan. Pritsepimizni olib, bular yuklab kelib berar ekan. Bungacha dokumentimizni qilar ekan, mana shu yerda o'tiramiz ekan kutib. Bu ahmoqlar ish qilib buni dalaga olib kirib, loyga olib kirib rasvo qilmasa bo'ldi endi. Mana shu yerda o'zi ortam ekan. Zatning olganga o'xshayapti. Biz tegachimiz bo'lsa, ashta turibdi. Pritsep tutib. Bu yerda mana ko'chatlar yana. Nimani ko'chatlari hayronman. Bitta Litovskiy akamiz mana zatniga olyapti u. Chiqarib shopir yaxshi bo'lsa bo'ldi chiqarib. Xullas kalom, Gollandiyani Eindhoven shahridan 25 kilometr uzoqlikdamiz. Endi Eindhoven oblastiga kirsa kerak edi. Короче, bular shunaqangi ekan. Kelar ekansiz, pritsepni uzib qo'yar ekansiz, keyin bular yuklashni boshlaydi ekan. Mana bizga ham ertalab soat 8 dan yuklashni boshladi, lekin pritsepimizni uzib olishdi. Ajoyib. Bunda shunaqasi bo'lgan. Do'stlar, biz Germaniyada politsiya ishladi. Nima sababdan to'xtatding desam, O'zbekistonning mashinasi bu yerda nima qilyapti dedi. Yukni ko'raman ichini deyapti. Hozir yukni ichini chiqib ko'rsa, stop qildim. Frigoni reftni o'chirdim, ya'ni o'zimda qanaqadir kamchilik bormasa, mashinani kontrol qilaman deyapti. Mana bugun 16-chisloda bo'lib turgan gaplar. 16-17 sanayimizdan chiqib to'g'risi ular ko'rib, birinchi marta to'xta degan ekan, to'xtamabman. Arkasi yozuv chiqdi, endi mashina nomeri chiqadi o'yladim. Endi hozir ikkinchisida ana avtoxovga olib kirib proverka qilyapti. Qani qilaversinchi, hamma dokumentimiz bor joyida berdik. Oxiri nima bilan tugaydi ko'ramiz do'stlar. Chechib ketyapti mashina. Politsiyasi. Ko'ramiz nima bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar o'zinglar. Mashinani ichlarini tekshirib ko'ryapti. Hammasi yaxshi endi, nima deymiz? Shunaqa gaplar. Tekshirib biz ishonamiz mashinamizga. Endi taxon tekshirishni boshladi. Hozir oxirini ko'ramiz nima bo'lar ekan. Qonli proverka. Dokumentlar berdi. Maza qilasan-da, quvib keldi, mashinani tekshirdi, dokument hamma yoqda ko'rib, bo'ldi endi ketyapti. Nemislar, ahmoqlar, o'tgan sizlarga tushganman-ku. Ikkinchi marta 1300 dollar to'laydigan ahmoq yo'q sizlarga.
Luchi hamma dokumentim bilan yuraman. Yo'l to'lovini olaman, kesalaring, men Germaniyani yaxshi ko'raman va qonunlarni hurmat qilaman deb Dazol deysizlarmi, Smer deysizlarmi, hamma narsani ko'rsataman. Arzon pura bilan qoling. Bu nemislar biz oldimiz deb eshalmaydi. Assalomu alaykum do'stlar. Va nihoyat biz Stena Line kemamiz yetib keldi. Stena Line Flavia kemamiz yetib keldi. Biz Germaniyadamiz do'stlar. Travemünde degan portdamiz. O, naryoqda ko'rsalaring mana City Line kemasi turibdi. Mana shu bizning mashinamiz bo'ladi. Skaraport bilan, rejim bilan. Shunaqangi qilib turibmiz do'stlar mana shu yerda. Xudo xohlasa mana shu kelib turgan maxluqqa chiqib ketamiz. Sizlar kemani aviomini ko'rsatdi, bu mana shu iPhone'da 05 da olinayotgan video. Balandligi kamida bir 20 metr chiqadi. Agar tagi bilan hisoblasak, suvga botadigan joyi bilan 50 metr bo'lsa kerak. Uzunligi 200 metrlar bor. Mana shu yerga parkovka qiladi. Ichkaridagilar tushishi bilan biz sraz chiqamiz. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsalaring, ichkarida kemalar yuklangan bo'ladi. Ko'pchilik so'raydi-ku, mana shu kema mashina yuklangan bo'ladi. Ko'pchilik so'raydi-ku, mashina qayerda olib ketadi deb. Mana ko'rishlaring mumkin. Mana shu joylarda olib ketadi mashinani. Odamlar turgan joy tepa 6-qavatda biz yashaymiz do'stlar. Bugun 17-dekabr, inshaalloh 21-kuni Patenikidan Belarusga o'tishga ochib o'tganmiz. Inshaalloh yangi yilgacha bayramga borishga harakat qilamiz do'stlar. Inson qo'li bilan yaratilgan eng katta texnikalar bittasini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Oddiy misol, daryoga 1 kilolik, 10 kilolik tosh tashiydigan bo'lsak, u cho'kib ketadi. Lekin mana shu necha ming tonnalik, mana 05 ga olsam sig'maydi. Necha ming tonnalik kemamiz yana necha ming tonnadir yuklarni ortib suvda cho'kib ketmaydi do'stlar. Hammasi avvalambor Allohning qudrati, fizika qonunlari. Mana shu kemaga hozir biz chiqib ketamiz. Hozir kemadan kelgan yuklarni, mashinalarni tushirish vaqti o'tyapti. Общий uzunligini oladigan bo'lsak, kamida do'stlar buni uzunligi 210 metr adashmasam. Va undan tashqari balandligi kamida 50 metr bo'lishi kerak. Chunki hozir men ko'zimga ko'rinib turgan chastini o'zi do'stlar juda ham baland, yana suvga cho'kkan qanchadir tomoni ham bor. Uzunligi 210, eniga bo'lsa kamida 40 metr bo'lishi kerak, chunki bizning furamiz 17 metrli fura bemalol razvorot qiladi. Ko'rishlaring mumkin. Shunaqa katta kema. Uzoqroq bo'ladi bu videomiz. Germaniyadan Latviyaga ketyapmiz. Paromda o'rtacha narxi mashina bilan birga chiqadigan bo'lsalaring, shanba, yakshanba kunlari qimmatroq bo'ladi. Qolgan kunlari 840 yevrodan 870 yevrogacha. Bu degani примерно $1000 tashkil qiladi. Bir tomonini o'zi. Kompaniya Stena Line ichiga kamida 100 dan oshiq fura va uni pritseplar ketadi do'stlar. Endi bir tomonni o'ziga tasavvur qilinglar. 100 ta $1000 dan $1 million bo'lyaptimi adashmasam. Bitta hisoblab ko'ringlar, bordi keldisi. Lekin buni rasxoti ham o'ziga yarasha. Har safar kelganda gideta bir 30 tonnalik yonilg'idan 2-3 ta quyishadi. O'sha bitta borib kelishga yetadi. Bu Germaniyada ko'proq zapravka qilinadi, Latviyada zapravka qilinmaydi. Kemani kattaligi ko'pchilik so'radi, kecha uni 2-4 da ichadiganimga. Mana uni Germaniyada ham bor bunaqa 2-4 da ichalar. Ko'ryapsizlarmi ketishini? Shopirlarning umuman farosati bo'lmaydi, umuman sabri bo'lmaydi. Ko'pchilik biladi buni. Mana shu kemaga hozir biz o'tirib ketishimiz kerak. Stena Line. Germaniya Travemünde. Yuklash boshlanib, tezroq borishimiz kerak mashinamizga do'stlar. Stena Line do'stlar. Ko'ryapsizlar. Bizning mashinamizga kirgani ko'p qolmagan, hech qanaqa. Bu sherida daxi. Mana biz mana bu ahvolni qaranglar. Hammasidan ham hozir endi bu ahvolni qaranglar. Bittadan kirib bo'lmaydi. 30 santimetr joy bor. Endi bunisini ko'ringlar. Ko'ryapsizlarmi ahvoldaligini? Xullas kalom, Latviyaga yetib keldik do'stlar. Endi mashinamizga chiqolmasdan sherikni kutib turibmiz. Urinib ko'rishni foydasi ham yo'q, albatta chiqarilmaydi avval. Shunaqangi gaplar mana biza toychog'imiz. Yonimizda Surxondaryo ekan daxil.
Lepaya Stena Line do'stlar. Biz kemada keldik. Xurshid akamga mana shu kemani o'zim olib keldim-da. Xurshid akam xudo xohlasa Germaniyaga ketishyapti. Vovada. Xurshid aka sizga oq yo'l. Rahmat. Xudo xohlasa eson-omon borib qayting. O'zi ham bu parkingda faqat Volvo ketibdi. Volvochilar bitta maza qilinglar desam, aytdi. Qalblarini og'ritib Scania ham turibdi do'stlar. Aytdi mana Aerosi ham turibdi. Shunaqa gaplar. Biz endi uyga qarab ketamiz. Bugun 18-dekabr. Xurshid akam Germaniyaga ketishadi. Xurshid akamga bir safarlariga omad tilab qo'yasizlar. Germaniyaga borib yuklarni tushirib, mana shu yil xudo xolasa qaytib chiqib olishsin Germaniyadan. Shu bilan akam ham uyga ketishadi. Birga kelib turdik, chegarada ozgina muammolar bo'lib, akam ozgina shulanib qolishdi. Ungacha biz borib qaytarib tushirib, qaytib yuk olib keldik. Akamga omad tilab qo'yinglar. Inshaalloh mana shu yil Germaniyadan chiqib olishsin. Xo'p, bizga ham oq yo'l tilasalar ham bo'laveradi. Shu burchakda mashinamiz turibdi. Sizga ko'rsataman, mana shu biz o'zimiz oq tulporimiz mana shu. Biz ham xudo xohlasa uyga qarab ketamiz. Mana bugun 18-dekabr sanasida Germaniyadan borib qaytdik. O'zbekistonga o'sha daraxt ko'chatlarini yuklaganmiz. Safarimizga qiziqqanlar like, podpiskani bosib qo'yarsa, kommentariyada fikrlarini qoldirasizlar.